Bugungi videomizda bo'ladigan modellar Microsoft Surface Laptop 4 modellaridan, Lenovo ThinkPad T14s modellaridan hamda Dell X360 modellaridan xudo xolasa bugungi videolarimizda to'liq obzorlar va narxlari bilan tanishib chiqish imkoniyati bo'ladi. Video oxirida sizlarga zo'r konkursimiz bor. Videoni to'liq ko'rsanglar, konkursdagi sovg'aga ega bo'lish imkoniyati mavjud bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari hamda YouTube kanalimiz obunachilari. Obzorlarimizni Microsoft Surface modelidan boshlaymiz. Notebookimizni holatlariga to'xtalib o'tib ketaman. Holatlari juda ham yaxshi, zo'r holatda. To'liq korpuslari metallitskiy alyumin korpus bilan jihozlangan bo'ladi. Tashqi holatlarni ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi, zo'r holatda bo'lib turibdi. Ichki korpuslari ham shunaqa yaxshi holatda. Notebookimiz ekran dyumlari 10.1 dyumli 2K IPS touchscreen, ya'ni ekranimiz sensor bo'ladi. Parametridan oldin qo'shimchalar bilan tanishtirib o'tib ketaman. Birinchi o'rinda podsetki keltiruvlari bor, ya'ni keltiruvlarimiz yonadi. Qo'shimchasiga xavfsizlik tizimiga ham yaxshi qaralgan Face ID tizimi mavjud, ya'ni yuzni tanish tizimi joylashtirilgan bo'ladi. Endi parametrlari bilan tanishtirib o'tib ketaman. Notebookimiz protsessorlari Intel Core i5 1145G7 protsessor bo'ladi. Boshlang'ich Hz ko'rishingiz mumkin 260 Hz, 4 yadr 8 potok, har biri 260 Hz dan boshlab 420 Hz gacha bemalol razgom ola oladi. LPDDR4 4200 chastotali 16 GB RAMlarimiz joylashtirilgan, ya'ni tezkor xotirasi mavjud. Doimiy xotirasi esa 512 GB NVMe M.2 SSDlari bor. Qo'shimchasiga bu notebookimizda video kartalari ham bor. Intel Iris bo'lgan video kartalari joylashtirilgan bo'ladi. Notebookimiz umumiy holatlari bilan tanishib o'tdinglar. Endi sizlarga narxi bilan tanishtirib o'tib ketaman. Laptopimiz narxi $345 chiqadi. Kimlar uchun tavsiya beramiz? Programmistlar uchun, kiberxavfsizlik sohasini endi boshlayotgan mijozlarimiz uchun, buxgalteriya sohasida, bundan tashqari chizma sohalarida ish ochuvchi mijozlarimiz uchun, studentlar va buxgalterlar, o'qituvchilar uchun tavsiya berib qolamiz. O'qituvchilar uchun ham, studentlar uchun ham juda ham qulay notebooklardan biri, sababi og'irligi juda ham yengil. Bemalol sumkalarga solib ham olib ketsanglar bo'ladi. Notebookimizning qolgan ikkita sherigini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Bularning parametri bir xil. Shu notebookda qanaqa parametr bo'lsa, ikkalasida ham bir xil parametr bor. Holatlari bilan sizlar tanishtirib o'tib ketaman. Ichki holatlarni ko'rishingiz mumkin. Displeylarni ham juda ham yaxshi, ideal holatda. Ust korpuslarni ham ko'ringlar. Juda ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Bu uchinchisi. Ichlari displeylar ideal holatda, sarapinalari yo'q. Tashqi holatlari. Notebookimizni olib ishlatishinglar tavsiya berib qolamiz. Juda ham yaxshi qulay notebooklardan biri. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Hozir sizlarga ko'rsatadigan modelim yangi Core i3 narxida, lekin Core i7 protsessorli Lenovo. Notebookimizni to'liq modeli Lenovo ThinkPad T14s modelidan bo'ladi. Notebookimiz umumiy holatlari juda ham yaxshi, zo'r holatda. Ancha baquvvat notebooklardan biri. Ancha-munchaga sinib ketmaydi. Korpuslarni ham ko'ringlar, holatlari juda ham yaxshi, zo'r holatda bo'lib turibdi. Lenovo'ning bu eng pishiq, eng qattiq modellaridan biri. Notebookimiz ekran dyumlari 10.1 dyumli Full HD IPS displaylari bilan jihozlangan. Qo'shimchalari podsetki keltiruvlari bor, barmoq izi skaneri bor, Face ID bor. Yana qo'shimchasiga akustika sistemalari Dolby Audio akustika sistemasi bilan jihozlangan bo'ladi. Protsessorlari Intel Core i7 1185G7 protsessor bo'ladi. 4 yadr 8 potok, har biri 3 Hz dan boshlanib, max boostda 490 Hz gacha bemalol razgom ola oladi. Tezkor xotiralari 16 GB lik, xuddi Surface'ga o'xshab, odatiy DDR4 xotiralariga nisbatan bu boost qilingan bo'ladi. Shuni hisobiga DDR5 bilan chastotasi bir xil, ya'ni 4200 chastotali bo'ladi pashti. Doimiy xotirasi 256 GB lik NVMe M.2 SSD, video kartasi Intel Iris Plus video kartalari mavjud. Notebookimiz umumiy holatlari bilan tanishtirib o'tdim. Narxi bilan endi sizlar tanishtirib o'tib ketaman. Narxini $299 qilib beramiz. Kim uchun tavsiya beramiz? Studentlar, o'qituvchilar, kiberxavfsizlik sohasida ish oluvchi mijozlarimiz uchun, boshlang'ich ishlovchi mijozlarimiz uchun, dasturchilar uchun, grafika sohasini boshlang'ich boshlayotgan mijozlarimiz uchun, undan tashqari logistika barcha soha vakillari bemalol olib ishlatsa bo'ladi. Bu notebookimizni sheriklari bilan tanishtirib o'tib ketaman. Holatlari bilan parametrlari bir xil. Bu notebookda qanaqa parametr bo'lsa, bunda ham xuddi shunaqa Core i7 11 16256 GB lik holatlarni ko'rib qo'ysanglar bo'ladi. Ichki holatlari ham juda ham yaxshi holatda. Ekranlari ham sarapinalari yo'q, dog'lari yo'q. Ust korpuslari ham juda ham yaxshi holatda. Keyingisi ham juda ham yaxshi, zo'r holatda bo'lib turibdi. Ekranlari ham sarapinasi yo'q, dog'lari yo'q.
yaxshi holatda. Ustki korpuslari bo'lsa ideal holatda turibdi. Notebooklarimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Bemalol kelib, yana tanlab ham xarid qilsanglar bo'ladi, faqat ulgurib qolsanglar bo'ldi. Manzilimiz Andijon shahri 2-mikrorayon, Mashrab ko'chasi 245-uyda joylashgan. Zesi supermarketining ro'parasida. Obzorimizdagi keyingi modelimiz Dell Latitude X360 modelidan bo'ladi. Notebookimiz holatlari juda ham yaxshi, zo'r holatda ko'rishingiz mumkin. To'liq metallический korpus bilan jihozlangan. Ust korpuslarni ham qaranglar, juda ham yaxshi, zo'r holatda. Notebookimizni X360 qilib, planshet qilib ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Qo'shimchalarga to'xtalib o'tib ketaman. Parametrini aytishdan oldin, patsiyetik keltiruvlarimiz bor, Face ID'lar bor, ekranimiz sensor. Endi parametr bilan tanishtirsam bo'ladi. Bu notebookimizda Intel Core i5 1145G7 protsessorlar joylashtirilgan. 4 yadro 8 potok, har biri 150 Hz dan boshlab 420 Hz gacha max boostda razgmol oladi. Tezkor xotirlari 16 GB, bu ham boost qilingan, ya'ni LPDDR4 3700 chastotali bo'ladi. Doimiy xotirlar esa 256 GB NVMe SSD. Bu laptopimizda ham oldingi laptoplarimizga o'xshab video kartalari mavjud bo'ladi. Notebookimiz umumiy holatlari juda ham yaxshi holatda. Olishinglarni maslahat berib qolamiz. Bu notebookimiz narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun $345 qilib beramiz. Kimlar uchun tavsiya beramiz? O'qituvchilar, studentlar, boshlang'ich programmistlar, boshlang'ich kiberxavfsizlik sohasida ishlovchi mijozlarimiz uchun, boshlang'ich grafika sohalarida ishlovchi mijozlarimiz uchun, treyderlar uchun, logistika sohasida ishlovchi mijozlarimiz uchun, til o'rganmoqchi bo'lgan mijozlarimiz uchun, undan tashqari kino, YouTube shunaqa narsalar ko'rmoqchi bo'lgan mijozlarimiz uchun ham tavsiya berib qolamiz. Notebookimiz boshida aytib o'tib ketdim, sensor, maza qilib til o'rgangani ham ishlatsanglar bo'ladi. Studentlar uchun juda ham qulay notebook. Bu notebookimizni sheriylari bilan tanishtirib o'tib ketaman. Parametrlari bir xil. Core i5 11-pokoleniya 16256 Intel Iris video karta va funksiyasida boshqa narsasida farqi yo'q. Holatlarni ko'rib qo'ysanglar bo'ldi. Holatlari juda ham yaxshi, zo'r holatda. Ekranlarida ham sarapina yo'q, dog'lari yo'q. Ust korpusi ham juda ham yaxshi, zo'r holatda. Yana onlayn buyurtma beradigan bo'lsanglar, adminlarimizga bemalol video translyatsiya orqali, ya'ni Telegramda video translyatsiya funksiyasi orqali telefon qilib, to'liq parametri va holatlari haqida ma'lumotlar olsanglar bo'ladi, ko'rsatib berishadi. Bunisining ham parametrlari bir xil, holatlari juda ham yaxshi holatda. Hammasiniki yana ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda. Bularni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Bugungi videomizni o'zingizlar ko'rdinglar. Premium flagman modellarda narxlarini juda ham yaxshi, zo'r narxda qo'ydik. Keyingi videolarimizda qanaqa notebooklar bo'lishini kommentariyalarımizga yozib qoldiringlar. Konkursimiz nimadan iborat? Qisqasi, kommentariyada eng aktiv bo'lgan mijozimizga Afortekda original bo'lgan besprodnoy mishkasini taqdim qilib beramiz, to'g'ri-ku. Bemalol o'zi kelib olib ketsa ham bo'ladi. Agar boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsa, BTS pochta orqali ham yetkazib beramiz. Afortekda original narsasi bu, bilgan biladi. Sekin-sekin aktivligilarga qarab turib, konkursimizda qo'yiladigan narsalar ham qiymati oshadi va narxlar oshib boradi. Ya'ni sekin-sekin qimmatlatib boramiz. Xudo xolasa birinchi bo'lib shu narsamizni bemalol yutib olsanglar bo'ladi. Buning uchun nima kerak? Prosta aktiv bo'lib, yaxshi kommentariy yozib, qo'llab-quvvatlasanglar bo'ldi. Keyingi videomizgacha, xudo xolasa, aniqlab turib, keyingi videomizda qolibda aniqlab bir yo'li video boshida aytib o'tib ketamiz. Sizlar bilan Muhammad Salim bo'ldi. Sizlar laptop kanalida bo'ldinglar. Har doim sog'-salomat bo'linglar. Kimga qanaqa turdagi notebooklar kerak bo'lsa va qanaqa turdagi aksessuar, periferiyalar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Periferiya kanalimizga ham linkini shu yerda qo'yib ketaman. Kirsanglar bir 30-35 xildan oshiq mishka kelayotgan shunga o'xshash narsalarni arzon, hammayoqbop narxda va garantiyali narsalar topsanglar bo'ladi.